166-savol. Shayton vasvasasi. Inson qalbini shayton vasvasa qilib turli ishlarga, harom o'ylash yoki so'zlashga undasa, bunday vaziyatlardan qanday chiqib ketish mumkin? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo, bunday vaziyatlarga tushmaslikka harakat qilish lozim. Buning uchun iymon e'tiqodda mustahkam va ibodatda sobit qadam bo'lish kerak. Mana shunday holatda inson shaytondan va uning vasvasasidan uzoqda bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda bu kabi xayollar kelib qolsa, darhol A'uzu billahi minash shaytonir rojimni ko'p aytish kerak. Astag'firulloh deb aytib, tahorat olib 2 rakat namoz o'qib qo'yish kerak. Mana shu narsalar amaliy ravishda shayton vasvasasidan uzoqlashishga olib boradigan ishlardir. Eng muhimi, Alloh taolo har bir narsadan xabardor zot ekani, qalblardagi bo'lib turgan narsalarni ham bilib turuvchi zot ekanini esda tutish kerak. Ibodatga ixlos qilib, berilib borayotgan paytda ham ko'pchilikda vasvasa holati paydo bo'ladi. Bunda turli bo'lmag'ur fikrlar xayolga keladi. Hatto iymon va e'tiqodning foydasi bormi o'zi degan fikrlargacha borishi mumkin. Ana shu paytda inson nihoyatda og'ir holatga tushib qoladi. Chunki avval o'zi e'tiqod qilib, ishonib qo'ldan kelganicha ibodat qildi. Endi xayoliga butunlay teskari, inson o'ylaganda larzaga tushib ketadigan o'ylar kelyapti. Buni qanday tushunish kerak deyilsa, hadisda aytilganidek, bu iymon haqiqatining boshlanishidir. Buni tasavvuf ulamolar sharhlab aytishadiki, shayton insonga bo'lgan munosabatda ularni 3ga bo'ladi. Birinchisi shaytonning yo'liga yurgan, unga og'ayni bo'lib qolgan kishilar. Ularni vasvasa qilishning hojati ham yo'q, chunki ular shaytonning izmidagi shaxslar. Ikkinchisi iymonda, ibodatda, taqvo bobida ma'lum bir darajaga yetgan, qalblari poklangan, shayton vasvasasi ularga mutlaqo ta'sir etmaydigan darajadagi kishilar. Shayton ulardan umidini uzgan. Uchinchisi esa qalbi poklanib borayotgan kishilardir. Shayton ularga vasvasa soladi. Chunki shayton bularning qalbi poklar guruhiga qo'shilib qolishini xohlamaydi. Shunday holatga tushib qolgan kishilar yaxshi bilishlari kerakki, bunday holatdagi vasvasa iymon e'tiqod alomatidir. Shayton sizning ham o'zining izmidan chiqib, to'g'ri yo'lga butunlay kirib qolishingizdan xavflangani uchun tipirchilab qolgan bo'ladi. Shunday paytda ibodatni yana ham kuchaytirib, iymonni mustahkamlab, tavba va istig'forni ko'proq aytib, zikr va tasbihlarni bir oz davom ettirilsa, shayton vasvasasi inshaalloh mutlaqo yo'q bo'ladi. Valloh